Bu nima ko'rinish? Aslida sizga berish kerak bu savolni. Men aynan shu yerda kiyish kerak bo'lgan narsani kiyganman. Sen nima kiyib olding? Qayerdaligingni bilasanmi o'zi? Bilaman. Olis qishlog'ingda emassan. Lozim ishton kiyadigan. Sen Sharmal Shayxdasan. Boshingda ikki balo bormi? Bu yerga butun Yevropadan kelishadi. Nima qildi butun Yevropadan kelishsa? A? Nima endi? Yevropadan kelishdi deb sizga o'xshab yarim yalang'och bo'lib yurishim kerakmi? A? Ayting, nima qilishim kerak? Yevropadan bizga ham kelishadi turistlar. Nimaga ular bizga o'xshab lozim ishton kiyib olishmaydi? Chunki ular qayerga borishsa ham an'analariga sodiq qolishadi. Sizga o'xshagan odamlar esa Hindistonga borsa Hind, Koreyaga borsa koreys, cherkovga kirsa cho'qinib, masjidga kirsa namoz o'qiydi. Kechirasiz. Men unday bo'la olmayman. Mayli, meni qoloq deng. Mayli meni dunyoqarashi past deng. Mayli meni xotinim deyishga ham uyaling. Lekin men Oyga chiqsam ham, Marsga chiqsam ham oddiy o'zbek qizi bo'lib qolaveraman.